81 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Fa in sha'a ta'ima wa in sha'a lam yat'am. Agar biringlarni tamoq ustiga taklif qilsa, u taklifga javob bersin. U yerda xolisa tamoqlansin, xolimasa tamoqlanmay o'tirsin. Bu hadisda chaqirgan yerdan qolmaslik to'g'risida aytilgan. Agar biror musulmon tamoq taklif qilsa, uningga ijobat qilish uning haqqidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa hadisda mundaq deydi: Musulmonning oldida 5 haqqi bordir. U 5 haqning biri, agar bir musulmon birini mehmonga taklif qilsa, uningga ijobat qilsin. Ba'zi bir odamlarning qo'sig'i to'q bo'lsa-mu, taklifga ijobat qilishi lozim. Uningga dalil bu hadisdagi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zi: "Fa in sha'a ta'ima va in sha'a lam yat'am." Xolisa tamoqlansin, xolimasa tamoqlanmay o'tirsin. Agar tamoq ustiga borolmaydigan sabablari bo'lsa, sayibxonning oldidan o'tib qo'yib uzr qilishi lozimdir.